Assalomu alaykum aziz obunachilar. Farg'ona shahar Kirgilida 29-maktabda oldida shunaqangi chiroyli kottejlarimiz qurilgan. Shulardan bittasi sotilyapti. Bog'da mana 29-maktabga yonidan kirsa ham bo'ladi. Hozir ichki obzorlarni ko'rsatib o'taman. Juda ham chiroyli ishlab qurilgan. Mahalla yangi mahalla hisoblanadi, asfaltlari bo'lgan. Ichkari qismi. Ichkariga kirganimizda kanalizatsiya, suv, svet ham yo'g'langan, gazlari bor. Bitta mana ikkita mashina uchun joylari ham bor. Bu tomonda tashqi sanuzel ham bor. Remontlari korobka holatda, shkatulkalari bo'lgan. Bu mana tashqi sanuzeli. Bu tomonda podvali ham bor. Kirganimizda mana bu tomonda ichki sanuzel, bitta xonasi, ataplenalari, to'pi pollari bo'lgan. Bog'da yana bitta xona. Buni mehmonxona qilib qo'ysalaring bo'ladi. Romlari qo'yilgan. Bu ikkinchi qavatga chiqishimiz. Tashqi ko'rinishi. Chiqqanimizda kichkinagina hol. O'ngga kirganimizda bitta xona. Buni spalniya qilib olsalaring bo'ladi. Bitta hammom, hojatxonasini moslab olsalaring bo'ladi o'zlaringga. Bundan tashqari yana bog'da yana bitta xonasi. Bu tomonda общий sanuzel, detskiy. Yana bitta xonasi bor. Egalari uyimiz uchun 81 ming narx aytishyapti. Pastda nomer qoldirib qo'yaman, telefon qilib aloqaga chiqishlaring mumkin.